Hammaga salom, aziz do'stlar. Ushbu videoda biz esa indikatori yordamida mening eng sevimli strategiyamdan foydalanib savdo qilamiz. Men ushbu strategiyadan ko'pincha VIP kanalida jamoam bilan savdo qilishda foydalanaman. Shuning uchun ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu juda qiziqarli. Va mening Telegram kanalimni ham unutmang. Men o'z jamoam bilan kundalik savdo sessiyalari hisobotlarini Telegram kanalimda joylashtiraman. Lekin savdo sessiyasining so'nggi hisoboti to'qqizda ijobiy savdo bilan yakunlandi. Aytgancha, men va jamoa VIP kanalida ish kunlari kuniga 2 marta va dam olish kunlari kuniga 1 marta savdo qilamiz. Men shuningdek Telegram kanalimda hayotimni baham ko'raman va muntazam ravishda sovg'alar o'tkazaman. Va mana oxirgi qur'a tashlash haqidagi hisobot. Mana g'olib $1000 oldi. Men shuningdek savdoni yangi boshlovchilar uchun bepul o'quv materiallari yaratdim. Bu shuni anglatadiki, VIP kanal ham, o'quv materiallari ham mutlaqo bepul. Agar siz o'quv materiallari va VIP kanalga kirishni xohlasangiz, shunchaki mening kanalimga kiring, kanalning o'ziga oting va mana mening kontaktim. U yerga menga yozishingiz mumkin. Men sizni butunlay bepul o'quv materiallari va VIP kanalga qo'shib qo'yaman. Xo'sh, valyuta juftligimizni sevimlilarga qo'shaylik. Keling, shu yerda davom etamiz. Keling, buni yo'q qilaylik. Yulduzchani bosing va bizning valyuta juftligimiz sizning sevimlilaringizga qo'shiladi. Shuni ham aytamanki, ushbu strategiya bilan siz birjadan tashqari valyuta juftliklarini tanlashingiz shart emas, chunki biz savdolarni 1 daqiqaga ochamiz. Shunday qilib, menda ham 1 daqiqalik vaqt bor. Tahlil uchun yuqoriroq vaqt oraliqlaridan foydalanishingiz mumkin, lekin men savdolarni 1 daqiqalik vaqt oraligida ochaman. Shuningdek, esa indikatorning sozlamalarini o'zgartirish shart emasligini aytaman. Ya'ni ular o'zlari kabi qolaversin. Ya'ni biz dastlabki sozlamalarni saqlaymiz. Xo'sh, endi strategiyani tushuntirib beray. Bizda ikkita zona mavjud. Ortiqcha sotib olingan zona va ortiqcha sotilgan zona. Ortiqcha sotib olingan zona 70, ortiqcha sotilgan zona 30. Agar narx bizning haddan tashqari sotib olingan zonamizga tegsa, biz ayiq savdolarni ochamiz. Agar narx haddan tashqari savdo zonasiga tegsa, biz buqa savdolarni ochamiz. Shunday qilib, hozirda bizda juda yaxshi kirish nuqtasi mavjud. Bizning narximiz haddan tashqari sotib olingan hududda. Shunga ko'ra, biz savdolarni pastga tushadigan savdoni ochamiz. Xo'sh, keling, trend yo'nalishimizni belgilaylik. Hozirda bizning trendimiz yuqoriga ko'tarilmoqda, ammo narximiz haddan tashqari sotib olingan zonada bo'lgani uchun biz qisqa muddatli savdolarni ochamiz, chunki narx ehtimol bizning trend chizigimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, keling, tomosha qilaylik. Shuni ham aytamanki, ushbu strategiyaga ko'ra biz tranzaksiyalarni 50 darajadan ochamiz. Shuning uchun bunga e'tibor bering. Shunday qilib, biz kuzatamiz. Bu shuni anglatadiki, birinchi tranzaksiya yopilishidan oldin bizda 18 soniya qoldi. Shunday qilib, narximiz yuqoriga qarab o'zgara boshladi. Ammo menimcha, birinchi kelishuvimiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, ajoyib. Yopilishgacha bir necha soniya qoldi va bizning birinchi bitimimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Ajoyib. Shunday qilib, biz yana qisqa muddatli savdoni ochamiz, chunki men narximiz endi trend chizigimizga qaytishi mumkinligini aytayapman. Shuning uchun biz qisqa muddatli savdoni ochamiz. Xo'sh, tomosha qilaylik. Shuningdek, men bepul o'quv materialimda ushbu strategiya bo'yicha qo'llanma qoldirganimni aytaman. Ya'ni, agar siz ushbu strategiya bo'yicha qanday savdo qilishni bilmasangiz, men qo'llanmada hammasini to'liq tushuntirib berdim. Endi keling, maksimal darajamizni belgilaymiz. Bu bizning haddan tashqari sotib olingan hududimiz. Haddan tashqari sotilgan emas, aynan haddan tashqari sotib olingan hudud. Chunki narx shu darajadan orqaga qaytmoqda. Demak, ko'rib turibmizki, yuqoriga qandaydir impuls paydo bo'lyapti. Bu aziz do'stlar, yaxshi emas. Xo'sh, keling, keyin nima bo'lishini ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, katta ehtimol bilan bu bitim 0 ga teng bo'ladi. Hammasi joyida, shu bo'ladi. Narx bizning haddan tashqari sotib olingan zonamizga va ochiq ayiq savdolarga tegishi bilanoq qulayroq kirish nuqtasini kutaylik. Shunday qilib, biz bitta savdoni ochamiz, boshqa savdoni ochamiz va 1 daqiqaga boshqa savdoni ochamiz. Xo'sh, keling, keyin nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni, narx bizning haddan tashqari sotib olingan zonamizga tegdi va biz shu darajadan pastga savdolarni ochamiz. Xo'sh, keling, kuzataylik. Aytgancha, aziz do'stlar, men bu strategiya bo'yicha qo'llanmani o'zining bepul o'quv materialimda yozganman. Gapimni tugatmagan edim. Unga kirish uchun siz shunchaki ushbu video ostidagi izohlardagi havolani mening Telegram kanalimga otishingiz va menga shaxsiy xabar yuborishingiz mumkin. Men sizni o'quv materiallarimga mutlaqo bepul qo'shaman va siz ushbu strategiya bilan qanday ishlashni to'liq o'rganishingiz mumkin.
Xo'sh, keling, savdolarimiz bilan nima sodir bo'layotganini ko'rib chiqaylik. Biz deyarli 2 ta bitimni yakunladik. Birinchi tranzaksiyalar yopilgunga qadar bir necha soniya qoldi. Shunday qilib, biz bitta kelishuvni ko'rib chiqdik. Ajoyib. San. Ikkinchi kelishuvimiz ham amalga oshdi. U ham yaxshi va yopilgunga qadar oxirgi ochiq kelishuvimiz qoldi. 20 soniyadan ko'proq vaqt qoldi. Shunday qilib, narximiz haddan tashqari sotib olingan zonamizga qarab harakatlanmoqda. Keling, bir ko'rib chiqamiz va yana bir qisqa savdoni ochamiz. Biz aslida juda yaxshi kirish nuqtasini yaratdik. Ya'ni narx bizning haddan tashqari sotib olingan zonamizga yetishi bilan u keskin pastga sakraydi. Demak, bizda yana bir kelishuv bor. Shunday qilib, biz narximiz haddan tashqari sotib olingan zonadan biroz tashqariga chiqib ketganini ko'rmoqdamiz. Keling, bu yerda nima bo'layotganini ko'rib chiqaylik. Ha. Narx bizning haddan tashqari sotib olingan zonamizdan yuqoriga ko'tarilmoqda. Xo'sh, keling, tomosha qilaylik. Umid qilamanki, endi pastga qarab tiklanish bo'ladi, chunki bu yuqoriga ko'tarilish impuls edi. Shunga mos ravishda narx uni yorib o'tdi va ehtimol endi pastga qarab korreksiya bo'ladi va bugungi oxirgi kelishuvimiz amalga oshdi. Bugun biz shunday savdo qildik. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Telegram kanalimga havola ushbu video ostidagi izohlarda bo'ladi. Hammaga xayr.